Assalomu alaykum do'stlar, salomatmisizlar? Demak, ushbu videoda biz qarzgo ilovasi haqida gaplashamiz. Bu haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tmoqchiman. Shunga video biroz uzunroq bo'lishi mumkin. Buning uchun ming bor uzr. Xo'p. Qarzgo ilovasi to'liq ishga tushdi. Uni Play Market yoki App Store dan bemalol yuklab olishingiz mumkin. Demak, 3 ta savol. Qarzgo o'zi nima? U kimlar uchun va afzalliklari nimada? Uchala savolga javob berib o'taman. Qarzgo o'zi nima? Bu qarz daftar yoki biznes egalari uchun nasiya daftar. Siz qarz oldi-berdi amaliyotlaringizni yoki nasiyalaringizni bemalol shu ilova orqali boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Va endi ikkinchi savol, kimlar uchun? Siz va menga o'xshagan oddiy shaxsiy foydalanish uchun ishlatish mumkin. Masalan, qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar, sinfdoshlar, do'stlar, umuman siz qarz oldingiz yoki berdingiz shu kabi amaliyotlaringizni shu ilovaga yozishingiz mumkin bo'ladi xavfsiz saqlash uchun. Yoki biznes egalari, do'kon egalari yoki servis egalari, deylik sartaroshxona, ustaxona, ya'ni nasiyaga savdo qiladigan biznes egalari bemalol shu ilovada bizneslaridagi nasiyalarni boshqarishlari mumkin bo'ladi xavfsiz holatda, to'liq holatda. Xo'p, endi afzalliklari nima? Asosiy joyga keldik. Xo'p, biznes sifatida qaraylik. Biznes egasi, bir do'kon egasi nasiyalarni yozadi. Nimaga yozadi? Hozirgi kunda eng ko'p tarqalgan daftarga yozadi, oddiy daftar. Xo'p, daftarga yozasiz. Birinchi daftar holatini aytaman. Deylik, nasiyalarni yozib borasiz. U daftar to'ladi albatta bir kun, to'g'rimi? Chunki bizda nasiya qilishadi, juda ko'p nasiya qilishadi. Bu juda yaxshi, yomon emas. Xo'p, daftar to'ldi va bu daftarni tashlab olmaysiz. Chunki uni ichida hali nasiyasini qaytarmaganlar bor, ro'yxat bor hali. Yopilmagan ro'yxat. Endi buni ustiga yangi bitta daftarni qo'shasiz. Daftar kengayapti, ma'lumotlar ko'payyapti. Demak, unga ham nasiya yozasiz. Hali ikkinchi daftaringiz to'lib, uchinchi daftaringizga o'tganingizda ham birinchi daftarda hali yopilmagan amaliyotlar bor, ya'ni nasiyalar bor. Siz u daftarlarni ko'tarib yurishga majbursiz. Endi og'riqli joydan aytaman. Bir mijoz keldi, nasiyasi bor edi, qachondir ismini aytdi, siz daftarni titkilashni boshlaysiz. Birinchisini titkilaysiz, mayli toparsiz bo'lsa, endi bir nechta bo'lsa-chi, ikkinchisini titkilaysiz, uchinchisini titkilaysiz, deylik, bir nechta amaliyotini topdingiz, qanchadir vaqt sarflaysiz bunga. Endi ularni qo'shib chiqib hisoblab berasiz. Vaqt yo'qotasiz. Qarzgo'dachi, shunda kirasiz, haligi mijozni ismini yozasiz yoki telefon raqamini yozasiz. Bo'ldi. Mijoz chiqib keladi, qancha qarz bor bittada ko'rasiz. Va oldingi qilingan amaliyotlar tarixini ham ko'ra olasiz bemalol haligi mijozdan. Deylik, u ko'p nasiya qildi va umuman qaytarmayapti, u mijoz bilan balki nasiya qilmasdirsiz. Va siz ishingiz ancha yengillashdi bu holatda. Keyingisi, daftar. Ma'lumot yo'qolishi bu yerda. Ya'ni daftar yo'qolishi mumkin, eskirib ketishi mumkin, umuman olganda yoki yonib ketishi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lib turadi. Ya'ni siz ma'lumotlaringizdan batamom ayrildingiz. Hamma nasiyalaringiz ketdi, deylik, bu yerga 30 million pulingiz bordir. Endi siz kallada eslab qola olmaysiz, palonchi, pistonchi qanchadir olgan edi deb, chunki isbot ketib qoldi. Qarzgo'chi. Qarzgo'da ma'lumotlaringiz dunyoning eng yaxshi serverlaridan birida saqlanadi. Xo'p, buni siz xohlagan telefoningizdan kirib buni ko'ra olasiz. Mabodo bunga qo'shimcha yana bir himoya qatlamini qo'shdik. Server o'chib qolsa-chi deydiganlar bor. Server o'chib qolsa, ilovani o'zida avtomatik eksport funksiyasi bor. Siz uni yoqib qo'yishingiz mumkin har oyda yoki har haftada yoki har kunda belgilangan soatingizda sizni butun boshli amaliyotingiz yoki belgilangan muddat oralig'ingizdagi amaliyotlar kelib turadi. PDF yoki Excel formatda. Deylik, bugun server o'chib qoldi. Sizda kechagiga ma'lumotlar bor. Ya'ni kechagacha bo'lgan ma'lumotlar bor. Ma'lumot yo'qolmaydi. Siz telefonni almashtirasiz, boshqa telefondan o'sha akkauntingiz orqali kirasiz va yana ma'lumotlaringiz chiqib turaveradi. Yana bitta afzalliklardan biri. Xo'sh, deylik, bir mijoz sizdan nasiya oldi, muddatini belgiladi. Falonchi sanagacha yoki 30 kunda beraman yoki 15 kunda beraman. Siz muddatni ham yozib qo'yarsiz. Lekin shu bilan bo'ldi, esingizdan chiqdi, chunki sizni hadib nasiyaga qarab yuradigan vaqtingiz yo'q, daftarni titkilab muddati kelib qoldimikin deb. Qarzgo'dachi, siz muddatni belgiladingiz, muddat kelganda ilova o'z sizga notification bo'lib keladi, falonchi pistonchini muddati keldi deb. Va ilovaga kirsangiz, muddati o'tgan, muddati kelgan
mijozlaringiz ro'yxati ham chiqib turadi. Bemalol aloqaga chiqib, qarzingizni tashlab keting deyishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sizda to'liqroq ma'lumot bor. Yana nima? Sizda 3 ta daftar bor edi. Siz 3 ta daftarning ichidagi jami amaliyotlaringiz, nasiyalaringizni hisob-kitobini qilishingiz kerak. Nima qilasiz? O'tirib har birini yozib chiqasizmi? Qarzga o'tash. Shunday kirasiz. Bittada, deylik bir nechta do'koningiz bor. Bir nechta do'koningiznikini ham bittada shunday ko'rishingiz mumkin bo'ladi ilovada. Va xohlagan do'koningizni, xohlagan kunini ham ko'ra olasiz. Va bir kunlik deylik bugungi qancha nasiya qildik, qancha nasiya qaytib keldi. Bularni ham ma'lumotlarni ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Bu biznesda juda muhim narsa. Xo'p, yana yaxshi tarafi xavfsizlik tarafdanmi, ya'ni ma'lumotlarni xavfsiz yozish taraflama. Ya'ni sizda do'koningizda ishchilar bor, bir nechta ishchilar. Ular nasiyani daftarga yozishadi, lekin kim yozganini siz bilmaysiz. Har bir insonlarga bu kerak-da, chunki do'koni kattaroq, nasiyani kim yozganini bilib yurmoqchi. Siz qarzgo'y ilovasida bemalol xodimlaringizni telefoniga ilovani o'rnatib berasiz. Ularni xodim qilib qo'shasiz, xohlagan do'koningizga xohlagan ruxsatlar bilan xodimni qo'shib qo'ya olasiz va u xodim qaysidir amaliyotni qilsa, ya'ni xodim deylik bitta mijozga nasiya yozsa, o'sha xodimingiz ism familiyasi bilan yoziladi. Ya'ni siz bularni ham bemalol kuzatib tura olasiz. Yoki nasiyani qaytarib olsa, ya'ni nasiya keldi, pulni qaytarib oldi, kim qaytarib olganini ham ko'rib tura olasiz. Umuman olganda juda yaxshi funksiyalari bor. Va bu funksiyalarni, bunday yaxshilanish funksiyalarini iloji boricha ko'paytirib, oshirib borishga harakat qilamiz. Va yana bitta yaxshi funksiya, kutilayotgan funksiya. Endi siz mijozlaringizga ilovani bemalol aytishingiz mumkin. U mijozingiz ilovani o'rnatgandan keyin sizni do'koningizda qancha qarzi bor bemalol ko'ra oladi. Yoki boshqa do'konlarda ham shu ilovani ishlatishayotgan bo'lsa, boshqa do'konlardagi qarzlarni ham ko'rib turishlari mumkin bo'ladi, ya'ni mijozlaringiz. Shunaqa do'stlar, menimcha uchala savolga to'liq javob bera oldim. Shu videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun katta rahmat, kuzatganingiz uchun rahmat, ishonch uchun rahmat. Bizni kuzatishni davom eting. Salomat bo'ling.